Bismillahirrahmanirrahim. Yangi oyni ko'rganda, chaqmoq chaqqanda, bulut qaplaganda, bo'ron chiqqanda, tush ko'rganda, Arafat va Qadr kechasida o'qiladigan duolarga aloqador sahih hadislar. Tirmiziyning sahih hadisida Talha ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalom yangi oyni ko'rganda mundaq duo qiladi. Ey Alloh, bu oyni bizga barakat, iymon, salomatlik va islom ayi qilgin. Ey Alloh, meningmi, seningmi Rabbing Allohdir. Ey oy, meningmi, seningmi Rabbing Allohdir. İmam Müslimning 899 numaralı hadisida Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi. Qattiq bo'ron chiqqanda payg'ambar alayhissalom mundaq deydi. Ey Alloh, men buning, ya'ni bo'ronning yaxshiligini va uningdagi yaxshilikni hamda uning bilan avatilgan narsaning yaxshiligini tilayman. Uning yomonligidan va uningdagi yomonlikdan hamda uning bilan avatilgan narsaning yomonligidan panoh tilayman. Abu Davudning sahih rivoyatida Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom osmon ufuqlarida bir bulutni ko'rganda, ishini tashlab namoz o'qiyotgan bo'lsa, qisqili o'qib, undan mundaq deydi. Ey Alloh, sana sig'inib, uning yomonligidan panoh tilayman. Agar yomg'ir yog'ib qolsa, ey Alloh, barakat elib keladigan yomg'ir avatgin, deydi. Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men payg'ambar alayhissalomning shamol Alloh tarafidan bo'lib, ba'zida rahmat elib kelsa, ba'zida yana azob elib keladi. Shunga shamolni ko'rgan chog'inglarda uni tillamanglar, hammanglar birlikda Allohdan uning yaxshiligini so'rab, yomonligidan panoh tilanglar degan so'zni anglagan edim. Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki tush ko'rsa, alhamdulillahi ala kulli hal, ya'ni har qanday ahvolda Allohga hamd aytaman desin. Yanadagi birodari yoki do'sti uningga yarhamukalloh, ya'ni Alloh sana rahmat qilsin desin. Bu so'zni olgandan keyin tush ko'rguchi yahdikumulloh va yuslih balakum, ya'ni Alloh sizlarni hidoyat qilsin va ishinglarni o'nglasin deb javob qaytarsin. İmam Malikning 1800 hadisida Nafi radhiyallohu anhu mundaq deydi. Abdullah ibn Ömer tush ko'rgan vaqtida boshqalar uningga yarhamukalloh desa, u javoban Alloh bizga va sizlarga marhamat va mag'firat qilsin deydi. Tirmiziyning Hasan rivoyatida Amr ibn Shuayb dadasi cho'ng dadasidan rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Dualarning eng yaxshisi Arafat kunida qilingan duodir. Men va mendan ilgirki payg'ambarlarning qilgan so'zining eng yaxshisi Allohdan boshqa iloh yo'q, u yolg'izdir, uning sheriki yo'qdir, podshohlik uningga xosdir, hamdu sana uningga xosdir va u hamma narsa qodirdir degan so'zdir. Tirmiziyning sahih rivoyatida Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan: "Ey Allohning rasuli, qadr kechsin topsam nima deyman?" deb so'ragan edim. U mundaq dedi: "Ey Alloh, sen kechirguchi karamlik zotsan, afv qilishni yaxshi ko'rasan, meni kechirgin" degan. Muayyan vaqtga belgilanmagan duolar haqidagi sahih hadislar. Tirmiziyning sahih rivoyatida Said radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Yunus alayhissalom baliqning qursqida turib, "Ey Alloh, sendan boshqa iloh yo'q, sen kamchiliklardan poksan. Haqiqatan men zolimlardan bo'ldim" deb duo qilgan edi. Qandoq bir musulmon mana shu duo bilan iltijo qilsa, Alloh uning duosini albatta qabul qiladi. Tirmiziyning Hasan rivoyatida Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki baloga yo'liqqan kishini ko'rganda, seni yo'liqtirgan bu balodan meni saqlagan va meni xotirjamlikka bir muncha maxluqlardan ustun qilgan Alloh hamd sano bo'lsin desa, u hayotining oxirigacha bu balodan saqlanib qoladi. Alhamdulillahillazi afani mimma ibtalaka bih وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا إلا أوفي من ذلك البلاء
İmam Müslimning 2720 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Ey Allah, bütün ishlarimning himoyachisi bo'lgan diyonatimni isloh qilgin, yashashim uchun kerak bo'lgan dunyoligimni tuzatgin, borar joyim bo'lgan oxiratimni yaxshi qilgin, hayotimda yaxshi ishlarni ko'p qilishga muvaffaq qilgin, o'lim orqali meni dunyoning butkul yomonliklaridan xotirjam qilgin." Tirmiziyning sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq duo qilgan: "Ey Allah, menga foydali ilmni o'rgatgin va o'rgangan ilmimni manfaatli qilgin, bilimimni ziyodat qilgin. Har qanday holatda Alloh hamd sano bo'lsin. Alloh sig'inib do'zax ahlining holidan panoh tilayman." Tirmiziyning Hasan rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq duo qiladi: "Ey Alloh, meni qulqimdan va ko'zimdan mahrum qilgin. Toki o'lguncha meni ko'z va qulqimdan ayirib etmagin. Menga zulm qilganga qarshi yordam bergin va uningdan o'chimni elib bergin." İmam Buxariyning 6389 numaralı hadisida Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'pincha hollarda mundaq duo qiladi: "Ey Parvardigorimiz, bizga bu dunyoda yaxshilik ato qilgin, oxiratda yaxshilik ato qilgin, bizni do'zax azobidan saqlagin." İmam Müslimning 2688 numaralı hadisida Anas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qushning bolasidek ojizlab ketgan bir musulmonni yo'qladi va uningdan Allohdan biror narsa tilab duo qilganmiding deb so'radi. U: "Ha, men ey Alloh, menga oxiratda bermoqchi bo'lgan azobni bu dunyoning o'zida berib etgin deb duo qilgan edim" dedi. Buni anglagan payg'ambar alayhissalom subhanalloh, uning azobi kuchun qandoq yetidi? Undaq degicha: "Parvardigorim, bizga dunyoda yaxshilik ato qilgin, oxiratda yaxshilik ato qilgin, bizni do'zax azobidan saqlagin" deb duo qilsang bo'lmasmidi dedi. U odam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'rgatgani bo'yicha duo qilgan edi. Alloh taolo uningga darhol shifolik berdi. Tirmiziyning sahih rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Kim Allohdan jannatni 3 qatim so'rasa, jannat: "Ey Alloh, uni jannatga kirgizgin" deydi. Kim do'zaxdan 3 qatim panoh tilasa, do'zax: "Ey Alloh, uni do'zax azobidan saqlagin" deydi. Tirmiziyning sahih rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq duo qiladi: "Ey Parvardigorim, menga foydali ishlarda yordamchi bo'lgin, ziyonli ishlarda yordamchi bo'lmagin, menga yordam bergin, dushmanlarimga yordam bermagin, menga hiyla ishlatgan odamlarga qarshi menga kuch-quvvat bergin va boshqalarning menga qarshi hiyla ishlashiga yordam bermagin, meni to'g'ri yo'lga boshlagin, to'g'ri yo'lni osonlashtirib bergin. Menga tajovuz qilganlarga qarshi menga yordam bergin. Ey Parvardigorim, meni seni ko'p zikr qildigan, sana bek shukr aytadigan, sendan bek qo'rqadigan, sana bo'ysunadigan, sana kamtarlik qiladigan va bek tavba qiladigan qilgin. Ey Parvardigorim, tavbamni qabul qilgin, gunohlarimni yuvgin, duoyimni ijobat qilgin, meni haq ustida mustahkam qilgin, tilimni to'g'ri so'zlaydigan qilgin, qalbimni hidoyatga boshlagin, ko'nglimdagi adovatlarni chiqarib tashlagin. İmam Buxariyning 7383 numaralı hadisida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq duo qiladi: "Sening izzat hurmatingga sig'inib panoh tilaymanki, sendan boshqa iloh yo'qdir. Alloh o'lmaydi, inson va jinlar o'ladi." Tirmiziyning Hasan va sahih rivoyatida Rifa'a mundaq deydi: Abu Bakr radhiyallohu anhu munbarga chiqib, yig'lab turib mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'tgan yili munbarga chiqib yig'lab turib, Allohdan kechirim va omonlik so'ranglar, chunki hech kimga iymondan qolsalar, omonlikdan yaxshiroq narsa berilmaydi degan edi. İmam Müslimning 2725 numaralı hadisida Ali radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: Payg'ambar alayhissalom menga: "Ey Ali, Alloh taologa: Ey Alloh, menga hidoyat bergin, meni haq yo'lga muvaffaq qilgin" deb duo qilgan. İmam Müslimning 2719 numaralı hadisida Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq duo qiladi: "Ey Alloh, gunohimni va nodonligimni kechirgin.
ishimdagi isrofchiligimni va mening haqqimda sen mendan yaxshi biladigan kamchiliklarımni afu qilgin. Ey Allah, mening rostdan yoki chaqchoqdan, savallik bilan yoki qasddan sodir bo'lib qolgan gunohlarimni mag'firat qilgin. Ey Allah, mening burunqi va keyingi maxfiy va oshkora, shundaqla mening haqqimda sen mendan yaxshi biladigan kamchiliklarimni mag'firat qilgin. Ey Allah, sen xohlagan kishini taatingga muvaffaq qilasan, xohlagan kishini taatingdan mahrum qilasan, sen hammaga qodir zotsan. Tirmizining sahih rivoyatida Ummu Salama radhiyallohu anha mundoq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Ey qalblarni o'zgartguchi, qalbimni diningni mustahkam qilgin" degan duoni ko'p qilatdi. Men "Ey Allohning rasuli, bu duoni nimancha ko'p o'qiysan?" deb so'ragan edim. Payg'ambar alayhissalom "Ey Ummu Salama, har qanday insonning qalbi Allohning ikki barmoq orasidadir. Alloh kimni xolasa shuni hidoyatga boshlaydi, kimni xolasa shuni ozdirdi" dedi. İmam Müslimning 2697 numaralı hadisida Abu Malik Ashja'i radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yangi musulmon bo'lgan biriga avval namoz o'qishni, ondan mundaq duo qilishni o'rgatdi. Ey Alloh, meni mag'firat qilgin, rahim qilgin, hidoyatga boshlagin, salomatlik bergin va meni rizqlantirgin. Nasai'ning sahih rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Ey Alloh, mening gunohlarimni qor va mo'ldir suvi bilan yuvgin. Oq kiyimning kirdan tozalaganingdek, mening qalbimni gunohlarimdan tozalagin." Nasai'ning sahih rivoyatida Abdullah ibn Abu Awfa radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq duo qiladi: "Ey Alloh, meni gunoh va xatolardan poklagin. Oq kiyimdan kirlarni tozalagandek, meni gunohlardan poklagin. Ey Alloh, meni qor va muz, sovuq suv bilan poklagin." İmam Buxariyning 4115 numaralı hadisida Abdullah ibn Abu Avfadan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ittifoqdosh dushman qo'shiniga badduo qilib mundoq degan: "Ey kitob nozil qilguvchi va tez hisob olg'uchi Alloh, dushmanlarni mag'lub qilgin, ularni yer bilan yeksan qilgin." İmam Müslimning 2663 numaralı hadisida Ummu Abibadan mundoq rivoyat qilinadi. Men Alloh taologa: "Ey Alloh, erim Payg'ambar alayhissalom, dadam Abu Sufyan va akam Muaviya bilan uzun mezgil birga yashashni nasib qilgin" deb duo qilgan edim. Payg'ambar alayhissalom: "Sen haqiqatan Allohdan taqdir qilingan ajalni, belgilangan kunlarni, taqsim qilingan rizqni so'rading. Chunki bular vaqtidan burunmi kelmaydi, keyinmi qolmaydi. Allohdan do'zax va qabr azobidan panoh tilgan bo'lsang, yaxshi va afzal bo'lar edi" dedi. Tirmizining Hasan rivoyatida Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, uning yoniga bir mukotab, ya'ni xo'jayiniga ma'lum miqdorda pul tepib berib, ozod bo'lishga putishgan qul kelib, "Mening ozodlikqa chiqishimga yordam bergin" degan edi. Ali uningga mundoq dedi: "Men sana Payg'ambar alayhissalomning menga o'rgatgan duosini o'qitib qo'yay. Shu duoni o'qisang, sirtig'ida qarzing bo'lsa-mu, Alloh sana yordam berib, qarzingni ado qiladi. Mana mundoq duo qilgan: Ey Allah, haramdan saqlab, halol rizq bilan meni qanoatlantirgin. Fazl kariming bilan meni hech kim muhtoj qilmagin. Ey Allah, haramdan saqlab, halol rizq bilan meni qanoatlantirgin. Fazl kariming bilan meni hech kimga muhtoj qilmagin. Ey Allah, haramdan saqlab, halol rizq bilan meni qanoatlantirgin. Fazl kariming bilan meni hech kimga muhtoj qilmagin. Amin. Tirmizining sahih rivoyatida Osman ibn Unayf radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bir qarg'u odam payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, Allohga duo qilgan, menga shifolik bersin degan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Xohlasang sen duo qilay, xohlasang sabr qilgin, bu sen uchun texim yaxshi" dedi. U odam duo qilib qo'ygan dedi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom uni kamil tahorat ilib, buni duoni o'qishga buyurdi. Ey Allah, marhamat payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhissalom bilan sana yuzlanyapman. Ey Allohning rasuli, men sening hurmating bilan Allohga munojat qilyapman. Ey Allah, payg'ambaringni men uchun shafaatchi qilgin.
ibn Majaning sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Fatima radhiyallohu anha payg'ambar alayhissalomdan bir xizmatchi so'rab kelgan edi. Payg'ambar alayhissalom "Sana birgida xizmatchim yo'q" dedi. Shuning bilan Fatima qaytib ketdi. Keyin payg'ambar alayhissalom uning yoniga berib, "Sana mendan so'rgan narsani beraymi yoki uningdan yaxshiroq narsani beraymi?" deb so'radi. Ali radhiyallohu anhu gapga aralashib, "Texim yaxshi bo'lgan narsani so'rgan" dedi. Fatima radhiyallohu anha "Texim yaxshisini xohlayman" dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga buni duoni o'qigan dedi. Ey yetti qat osmon va buyuk erishning Rabbi, bizning va barliq narsalarning Rabbi, sen Tavrat, Injil va Qur'onni tushirgich zatsan. Sen avvalsan, senden burun hech nima yo'q edi. Sen oxirsan, barliq mavjudotdan keyin senla qolasan. Sen oshkorisan, ya'ni mavjudliging dalil faktlar bilan aql egallariga oshkoridir. Seningdek oshkori biri yo'q. Sen yoshirinsan, ya'ni seni ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydi. Sening zotingning mohiyatini tunishga aqllar yetilmaydi. Seningdek yoshirin birisi yo'q. Ey Alloh, bizni qarzdan qutqizgin va kambag'allikdan saqlagin. İmam Buxariyning 1890 numaralı hadisida Ömer radhiyallohu anhu mundaq duo qilgan: "Ey Alloh, meni sening yo'lingda shahid qilgin va o'limimni payg'ambar alayhissalomning yurtida qilgin." İmam Buxariyning 6367 numaralı hadisida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq duo qiladi: "Ey Alloh, sana sığınıp acizlikdan, o'rinliqdan, qo'rqinchoqlikdan, bexillikdan, baq qarib ketishdan va qabr azobidan, hayot mamot fitnasidan panoh tilayman." Abu Davudning sahih rivoyatida Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Ey Alloh, sana sığınıp oq kesili, sarangliq, mahal kesili va boshqa yomon kasalliklardan panoh tilayman." İmam Buxariyning 6375 numaralı hadisida Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq duo qiladi: "Ey Alloh, sana sığınıp o'rinliqdan, baq qarib ketishdan, qarzdorlikdan, gunohdan, do'zax azobidan, do'zax va qabrning fitnasidan, qabr azobidan, boyliq yoki kambag'allik fitnasining yomonligidan, dajjal fitnasining yomonligidan panoh tilayman. Ey Alloh, gunohlarimni qor va muz suvi bilan yuvg'in, oq kiyimni kirlardan poklaganingdek, qalbimni gunohlardan poklag'in, men bilan gunohlarimning orasini mashriq bilan mag'ribning orasidek yiroq qilg'in." İmam Müslimning 2716 numaralı hadisida Farva ibn Nawfal Ashja'idan mundaq rivoyat qilinadi: "Men Aisha radhiyallohu anhadan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taologa nima deb duo qiladi deb so'ragan edim. U mundaq dedi: Payg'ambar alayhissalom: "Ey Alloh, sana sig'inib qilgan va qilmagan barliq ishlarimning yomonligidan panoh tilayman" deb duo qiladi. İbn Majahning sahih rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga bunu duoni o'rgatgan: "Ey Alloh, men sendan hozirgi va keyingi men bilgan va bilmagan hamma yaxshiliklarni so'rayman. Hozirgi va keyingi men bilgan va bilmagan hamma yomonliklardan sana sig'inib panoh tilayman. Ey Alloh, men sening quling va payg'ambaring sendan so'rgan yaxshiliklarni so'rayman. Quling va payg'ambaring sendan panoh tilagan yomonliklardan panoh tilayman. Ey Alloh, men sendan jannatni va uningga yetaklaydigan so'z va amalni so'rayman. Jahannam o'ti va uningga yaqinlashtiradigan so'z va amaldan panoh tilayman. Menga chiqargan hamma hukmlaringni men uchun xayrli qilishingni so'rayman." Amin. Tirmizining sahih rivoyatida Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ey Alloh, men sendan qo'rqmaydigan qalbdan, qabul bo'lmaydigan duodan, to'ymaydigan nafsdan va foydasiz ilmdan panoh tilayman" deb mana bu 4 narsadan panoh tilaydi. İmam Müslimning 2839 numaralı hadisida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumadan rivoyat qilinadi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq duo qiladi: "Ey Alloh, ne'matingning yo'qolib ketishidan, xotirjamlikning buzilib ketishidan, tuyuqsiz azobdan va barliq g'azabingdan sana sig'inib panoh tilayman."
Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: ey Alloh, men piqirliqdan, yo'qsullikdan, xorliqdan, boshqalarga zulm qilishdan va zulmga uchrashdan sana sig'inib panoh tilayman. Abu Davudning Hasan rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq duo qiladi: ey Alloh, sana sig'inib ochliqdan panoh tilayman, chunki u bak yomon imroqdir. Xiyonatdan panoh tilayman, chunki u bak yomon illatdir. İmam Buxariyning 6347 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ig'ir balodan, baxtsizlikdan, yomon musibatdan va dushmanning suyunishidan Allohga sig'inib panoh tilayman deb duo qiladi. Nesaining sahih rivoyatida Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq duo qiladi: ey Alloh, men qarzimning ko'payib ketishidan, dushmanimning ustun kelishidan va dushmanimning so'yinishidan sana sig'inib panoh tilayman. Nesaining Hasan va sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: muqim o'ltiraqlashgan joydagi yomon qo'shnidan Allohga sig'inib panoh tilanglar. Chunki yayloqdagi qo'shni almashib turadi, ya'ni uzun turmasdan ko'chib ketadi. Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Yasar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq duo qiladi: ey Alloh, tom besilishdan, g'ulab ketishdan, g'arq bo'lishdan, kuyib ketishdan, baq qarib ketishdan, o'lim oldida shaytonning ozdirishidan, sening yo'lingdagi jihad maydonida kaynimni qilib o'lishdan va zaharlik jalloqlar chaqib olib o'lishdan sana sig'inib panoh tilayman. Abu Davudning sahih rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq deydi: ey Alloh, men foydasi bo'lmagan namozdan sana sig'inib panoh tilayman va boshqa bir duoni zikr qildi. Tirmiziyning sahih rivoyatida Ziyad ibn Ilaqa tog'isining mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq duo qiladi: ey Alloh, men yomon axloq, yomon ish va yomon xiyollardan sana sig'inib panoh tilayman. Nasaining sahih rivoyatida Abu Said radhiyallohu anhu mundoq deydi: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'ziga jin va insonlarning ko'zi tegishidan panoh tilaydi. Muavvazatayn, ya'ni Falaq va Nas suralar nozil bo'lganda burunqi panoh tilab qilgan duolarini tashlab, shu ikki surani o'qiydigan bo'ldi. Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Burda ibn Abdullah mundoq deydi: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dushmanga yo'liqqanda mundoq duo qiladi: ey Alloh, biz ularni sana havoli qilamiz va ularning yomonligidan sana sig'inib panoh tilaymiz. İmam Malikning 1773 numaralı hadisida Yahya ibn Said radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: men Miraj kechasi jinlardan ifritning qo'lida mash'al ko'tarib olgan holda orqamdan kelayotganligini ko'rdim. Har qatim orqamga qarasam, uni ko'ratdim. Jibril menga: men sana bir duo o'qitib qo'yay, uni o'qisang ifritning qo'lidagi mash'al o'chib qoladi, shuning bilan ifrit dumchidi. Mana bu duoni o'qigan dedi. Karamlik Allohning haqqi hurmati va mayli taqvodor ya gunoh bo'lsin, hech kim aytolmaydigan komil so'zlarning haqqi hurmati uchun osmondan balo bo'lib tushgan va osmonga ko'tarilgan yomonliklardan, yer yuziga terilgan va yer ostidan chiqqan yomonliklardan, kecha va kunduzning fitnalaridan, kecha va kunduzning musibatlaridan Allohga sig'inib panoh tilayman. Yaxshilik elib kelgan hadislar buningdan mustasnodir. Ey Rahman. İmam Müslimning 2790 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi: bir odam kelib payg'ambar alayhissalomga: ey Allohning rasuli, tungun oqshom chayin chaqib olgan edi, bakmi qiynalib ketdim degan edi. Payg'ambar alayhissalom uningga: tungun oqshom uxlash vaqtida Allohning mukammal so'zlari bilan Allohga sig'inib, u yaratgan narsalarning yomonligidan panoh tilayman degan bo'lsang, chayon sana ziyon yetkazolmaydi dedi. Tirmiziyning sahih rivoyatida Shakal ibn Umayd radhiyallohu anhu mundoq deydi:
Men Peygamber aleyhisselamның yanına kelib, "Ey Rasulullah, bana panah tilaydigan bir dua ögütüp qo'ysang" degan edim. Peygamber aleyhisselam dulamdan tutib turib, "Ey Allah, quluqimning, ko'zimning, tilimning, qalbimning va avratimning yomonligidan sana sig'inib panah tilayman" deb duo qilgan dedi. İmam Buxariyning 3371 numurluq hadisida Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalom Hasan bilan Husaynga Allohning mukammal so'zlari bilan Allohga sig'inib, har qanday shaytondan, zaharlik asharatdan va yomon ko'zdan panoh saqlashini tilayman deb duo o'qib qo'yatdi. Va cho'ng dadanglar Ibrohim bolalari Ismoil bilan Isoq uchun mushunaq duo qilib qo'yatdi deydi. İmam Müslimning 590 numaralı hadisida İbn Abbas radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahabelerge: "Ey Allah, sana sığınıp cehennem azabidan, qabr azabidan, Dajjalning fitnesidan, hayotlik va o'limning fitnesidan panoh tilaymiz" degan duoni xuddi Qur'on so'zlarini o'rgatgandek o'rgatdi. İmam Müslimning 2722 numaralı hadisida Zayd ibn Arqam radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men sizlarga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nima degan bo'lsa, shuni deyman. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan edi: Ey Allah, men ojizlikdan, g'ururlikdan, qo'rqinchoqlikdan, bexillikdan, baq qarib ketishdan, qabr azobidan panoh tilayman. Ey Allah, nafsimni taqvo qilgin va uni poklagin. Uni yolg'iz sanla poklaysan, sen uning egisisan. Ey Allah, foydasiz ilmdan, qo'rqmaydigan qalbdan, to'ymaydigan nafsdan, qabul bo'lmaydigan duodan sana sig'inib panoh tilayman." İmam Malikning 1775 numaralı hadisida Qaqqa ibn Hakimdan mundaq rivoyat qilinadi. Kabul ahbar: "Men o'qiydigan duo bo'lmagan bo'lsa, Yahudilar meni eshak qilgan bo'ladi" dedi. Uningdan u qaysi duo deb so'ralgan edi, mundaq deb javob berdi: "Hammadan buyuk Allohga, uning mayli gunohkor yoki taqvodor bo'lsin, hech kim yetilmaydigan kamil so'zlarga va Allohning men bilgan va bilmagan barliq go'zal ismlariga sig'inib, u yaratgan barliq narsaning yomonligidan panoh tilayman." Alloh taolo hammaning yaxshi duolarini ijobat qilsin, hammamizni yaxshi sabit qilsin, ikki dunyoda baxt saodatli qilsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.